Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus universitet professor o'qituvchilari va talabalari. Bugungi video qo'llanma mavzusi, demak, imrat formatida results, ya'ni natijalar bo'limini yozish qoidalari. Demak, eslatib o'tamiz. So'nggi haftalarda biz imrat formatida, ya'ni xalqaro ilmiy jurnallar, ayniqsa Scopus ilmiy bazasida indekslangan xalqaro ilmiy jurnallar tomonidan qabul qilinadigan imrat formatidagi ilmiy maqolani yozishni har bir bo'limini alohida demak offline seminar va undan keyin video qo'llanmasini tayyorlab kelyapmiz. Bugungi video qo'llanma, demak, imrat formatida ilmiy maqola yozishni natijalar, ya'ni results bo'limini shakllantirishga bag'ishlanadi. Odatda bu bo'limni demak yoritganda, shakllantirganda quyidagi savolga javob berish kerak bo'ladi, ya'ni tadqiqot natijalari qanday yoki qanday natijalarni oldingiz yoki qanday topilmalarni oldingiz degan savolga javob berish kerak bo'ladi. Natijalar bo'limining maqsadi topilmalarni yoki topilmalar deganda natijalarni taqdim etish va tasvirlashdir. Ushbu bo'limni natijalar to'g'risida to'liq obyektiv hisobotga aylantirish va barcha talqinlarni, ya'ni tushuntirishlarni muhokama uchun saqlash lozim bo'ladi. Muhim eslatmalar, demak, natijalaringizni, ya'ni ilmiy maqola yozishdan oldin siz kichik tadqiqot yoki umuman tadqiqot o'tkazgansiz. Tadqiqotsiz biror bir ilmiy muammoni aniqlagan holda mazkur ilmiy muammoga ilmiy yechim berish jarayoni, demak, tadqiqot bo'ladigan bo'lsa, keyin uni hisobotini yozish ilmiy maqola deb ataladi. Demak, tadqiqotingiz natijalarini, topilmalaringizni muhokama qilmaysiz natijalar bo'limida yoki biror narsani tushuntirishga urinmaysiz. Hech qachon tadqiqot ishiga oraliq hisob-kitoblarni kiritmaysiz. Oraliq hisob-kitob deyilganda bu yerda, misol uchun, agar siz miqdoriy, ya'ni kvantitativ tadqiqot usulidan foydalangan bo'lsangiz, demak, siz raqamli, ya'ni miqdoriy ma'lumotlarni birlamchi yig'gansiz. Mana shu ma'lumotlarni, deylik, Excelda faylida birinchi umumlashtirib, keyin uni SPSSdami yoki Statadami yoki boshqa statistik dasturda ishlayotganingizda, demak, shu dasturga shu Excel faylni yuklagan holda keyin siz tahlillarni amalga oshirgan bo'lasiz. O'zi odatda bu yerda oraliq hisob-kitob degani mana shu Excel yoki Word yoki boshqa faylda birinchi birlamchi ma'lumotlarni shakllantirib olgan ma'lumotlaringizni kiritmaysiz, deyapti. Bir xil ma'lumotlarni bir necha marta taqdim etmaysiz. Demak, matn har qanday rasm yoki jadvalni to'ldirishi kerak, ya'ni bir xil ma'lumotni takrorlamasligi kerak. Natijalar o'tgan zamonda yozilishi kerak. Natijalar bo'limining uzunligi qancha ma'lumot to'planganiga va tahlillarga bog'liq bo'lsa-da, u iloji boricha qisqaroq yozilishi kerak bo'ladi. Va natijalar bo'limingizda tadqiqot savollaringizga, ya'ni research questions, ya'ni tadqiqot savollaringizga javob beradigan ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Tadqiqot savollaringiz sizni maqolangizni kirish, ya'ni introduction qismida bo'ladi, katta ehtimol bilan. Agar siz literature reviewni alohida bo'lim sifatida shakllantirsangiz, tadqiqot savollari demak, adabiyotlar sharhi literature review bo'limida ham kelishi mumkin. Lekin ko'pincha tadqiqot savollari kirish qismida bo'ladi. Tadqiqot savollari, bu oldin ham aytib o'tganmiz, siz o'sha respondentlarga beradigan tadqiqot savollaringiz, savolnoma va anketalardagi tadqiqot savollari emas. Bu tadqiqot savollarini siz tuzishingizdan oldin tadqiqot vazifalaringizni tuzgansiz. Tadqiqot vazifalaringizni tuzishdan oldin siz tadqiqot maqsadingizni tuzgansiz. Tadqiqot maqsadidan oldin siz tadqiqot muammosini aniqlagansiz. Tadqiqot muammosidan orqali siz tadqiqot bo'shliqlarini, research gapni aniqlagansiz. Bu bir-biriga bular link mantiqan bog'liq bo'ladi va oxirida siz 3 ta yo 4 ta tadqiqot savollarini aniqlab, mana shu tadqiqot savollariga javob berish maqsadida tadqiqotingizni amalga oshirgansiz va ularga javob topganingizdan keyin siz o'sha tadqiqotingiz natijalarini hisobot sifatida, ya'ni ilmiy maqola sifatida keyin siz uni shakllantirasiz. Bu yerda o'sha tadqiqot savollari haqida gap ketyapti. Agar muallifda qo'shmoqchi bo'lgan boshqa natijalar bo'lsa, ularni ilovalar bo'limiga qoldirish lozim. Ya'ni maqolangizni oxirida referensdan keyin ilovalar bo'limini ochib, o'sha yerga ortiqcha keng ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin bo'ladi.
sizni taxminlaringiz, ya'ni gipotezalaringiz va taxminlaringizga mos kelmaydigan, ya'ni siz kutmagan natijalar haqida ham ma'lumotlaringiz bo'lsa, ular haqida qisqacha ma'lumot berasiz, lekin ular ma'nosi, sabablari, oqibatlari borasidagi fikrlaringizni muhokamalar, ya'ni discussion bo'limida davom ettirasiz. Demak, natijalar bo'limida siz muallif sifatida asosiy topilmalaringizni yoritasiz. Bular jadvallar, rasmlar, diagrammalar ko'rinishida bo'ladi. Bundan tashqari siz demak results on quantitative data, ya'ni miqdoriy ma'lumotlar bo'yicha natijalaringizni yoritasiz. Miqdoriy ma'lumotlar demak jadvallarda, rasm, diagrammalarda keladi va qualitative, ya'ni sifatli, hozir bu yerda to'g'rilab qo'yamiz. Results on qualitative data, ya'ni agar siz sifatli tadqiqot usulidan foydalangan bo'lsangiz, sifatli ma'lumotlar bo'yicha natijalaringizni keltirasiz. Ya'ni bu so'zlardan iborat bo'ladida, bu jadvallar ichida ham kelishi mumkin yoki faqat matn bo'lib kelishi ham mumkin. Bundan tashqari asosiy tadqiqot savoliga mos keladigan barcha ma'lumotlar, qaysiki biz yuqorida aytib o'tdik-ku, mana bu yerda tadqiqot savollariga javob beradigan ma'lumotlaringizni kiriting. Shu tadqiqot savollaringizga to'g'ri keladigan ma'lumotlarni kiritish. Istasangiz dasturiy ta'minot va kodlar haqida ham ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Yoki agar siz miqdoriy usulda mana bu yerda aytib o'tdik, miqdoriy ma'lumotlar bo'yicha natijalaringiz bo'lsa, demak bu katta ehtimol bilan gipotezalar haqida ham natijalar bo'ladi. Gipotezalar bo'yicha natijalaringizni berishingiz mumkin. Demak, gipotezalarni tahlil qilishda parametrik, non-parametrik testlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Quantitative data analysis methods deganda, agar siz tadqiqot usulingiz kvantitativ, ya'ni miqdoriy bo'lsa, ya'ni raqamlardan iborat bo'lsa, siz deskriptiv statistika, klaster tahlillar, t-test yoki ANOVA, regressiya tahlili yoki omilli tahlil yoki boshqa umuman raqamli natija beruvchi tahlilni amalga oshirishingiz mumkin. SPSSda yoki Statada yoki qaysi statistik dasturda ish o'rgangan bo'lsangiz, shu dasturda agar bu tahlillarni amalga oshirish funksiyalari bo'lsa, amalga oshirishingiz mumkin. Va siz mana bu kabi jadvallarni natijalari olasiz. Mana shu kabi jadvallarni siz maqolangizni results, ya'ni natijalar bo'limiga kiritishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun deskriptiv statistika, klaster tahlillar bo'lishi mumkin, regressiya, mana bu omilli tahlil natijalari yoki mana bu kabi grafikalar bo'lishi mumkin. Mana box plot deyiladi buni, yoki multipanel grafikasi deyiladi. Yoki scatter plot deyiladi buni, scatter plot matritsasi yoki pairs plot ham deyilar ekan. Bu yana box plot, xuddi mana bunga o'xshagan. Bu ham box plot va hokazo. Shu kabi grafikalar, jadvallar va boshqa natijalarni agar siz kvantitativ, ya'ni miqdoriy usulda tadqiqot o'tkazgan bo'lsangiz, kiritishingiz mumkin. Biz oldingi seminarlarimizda tadqiqot metodlari bo'yicha 2 ta seminar o'tdik. Ikkalasini ham video qo'llanmasini taqdim etdik. Shularni ko'rsangiz, metodikalar, tadqiqot metodlari haqida ancha ma'lumot olasiz. Kvantitativ, kvalitativ, mixed kabi yondashuvlar bor. Approaches deymiz, yondashuvlar bor. Qaysi yondashuvdan foydalansangiz, sizning natijalaringiz qanday bo'ladi? Ko'p bora aytganmiz. Bu yerda ham hozir aytib kelyapmiz. Agar siz kvalitativ, sifatli tadqiqot usulidan foydalangan bo'lsangiz, mana bu kabi va shunga o'xshash tahlillarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, sizni ma'lumotlaringiz so'zlardan iborat bo'ladi. To'g'ri, bu jadvalning ichida, lekin bu natijalar so'zlardan iborat natijalar. Jadval ko'rinishida yoki mana bu kabi. Agar siz kvalitativ, ya'ni sifatli tadqiqot usulini tanlagan bo'lsangiz, bunda siz so'zlardan iborat ma'lumot yig'asiz va so'zlardan iborat ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan mana bu kabi va shunga o'xshash usullardan foydalanasiz va mana bu kabi demak natijalarni olasiz. Bular ham natija yoki diagramma, jadval diagrammalarda, lekin bu o'sha sifatli ma'lumotlarni tahlili. Misol uchun mana shu demak savol bo'yicha respondentlarni har bir bergan javoblarini, nechta respondent har bir savolga qanchadan javob bergan, nima javob bergan va hokazo. Bu yerda javoblar kodlangan. Har bir savol bo'yicha nechtadan mavzu bor, kodlar, raqamlari, fayllar va hokazo. Bular hammasi demak sifatli ma'lumot tahlillari. Yoki mana bu kabi ilmiy maqolada mana birinchi jadval sifatida ko'rsatilgan. Bu yerda mavzu
mavzu bo'yicha respondent nima javob bergan, mavzu bo'yicha nima javob bergan yoki bu mavzu bo'yicha nima javob bergan. Shu kabi umumlashtirsangiz bo'ladi. Sifatli ma'lumotlar usulidan foydalansangiz. Har doim ham aytib kelamiz, agar siz ko'proq nima deydi, metodologiya haqida, tahlillar haqida ko'proq ma'lumot olish istasangiz, o'zingizni mavzuyingiz bo'yicha Web of Sciencedan yoki Science Directdan, demak Scopusdan agar dostуп bo'ladigan bo'lsa, yuqori kvartil, iloji boricha birinchi, ikkinchi kvartillarda chop etilgan mavzuyingiz doirasida maqolalarni olib, har birini alohida ko'rib chiqsangiz, maqolani alohida emas, har bir bo'limini alohida, introduction, hamma maqolani 10 ta maqola olsangiz, faqat introductionni ko'rib chiqsangiz yoki faqat literature review yoki faqat metodologiya yoki faqat mana shu kabi natijalarni 10 ta, 15 ta, 20 ta maqolani ko'rib chiqsangiz, siz turli xil tadqiqotchilarni turli xil usullari bilan tanishasiz. Yuqorida aytdik, gipotezalar testi ham bor. Agar siz miqdoriy usuldan foydalansangiz, ya'ni sizni ma'lumotlaringiz raqamli ma'lumotlardan iborat bo'lsa va siz taxminlarni ilgari sursangiz, ya'ni gipotezalarni shakllantirgan bo'lsangiz, uni quyidagi tartibda tahlil qilasiz. Demak, raqamli ma'lumotni yig'asiz, gipotezalarni shakllantirasiz, testni tanlaysiz, gipotezani tahlil etish bo'yicha jarayonni amalga oshirasiz va statistik qaror qabul qilasiz. Qaysiki sizni gipotezangiz, ya'ni taxminingiz yo rad etiladi yoki bu yerda null gipoteza haqida gap ketyapti. Mana null hypothesis deymiz. Null gipoteza. Bu null gipotezani rad etmaslik to'g'risida qaror qabul qilinadi yoki rad etishlik to'g'risida qaror qabul qilinadi. Gipotezalar bo'yicha null hypothesis deb o'qiganmiz. Null gipoteza tarjimasi o'zi u null gipoteza bo'lganligi uchun, agar u o'zi u taxmin ham nol taxmin deb oladigan bo'lsak, u qabul qilinmaydi. Agar u p-value, ko'pincha p-value bo'yicha, masalan, tajribamda ko'proq kimlardir t-value, kimlardir yana boshqa qiymat bo'yicha gipotezani statistik demak ahamiyati bor yoki yo'qligini qabul qilish yoki rad etish borasida xulosa qilishadi. Agar siz nol gipoteza tutsangiz, demak u agar qabul qilinadigan bo'lsa, nol gipoteza qabul qilindi deb xulosa qilinmaydi. Nol gipotezani rad etildi yoki nol gipoteza rad etilmadi. Mana bunday. Don't reject. Null hypothesis. Nol gipoteza rad etilmadi deb xulosa qilinadi yoki nol gipoteza rad etildi deb qaror qilinadi. Agar bu yerda mana bu nol belgisi bo'lmasa, kichik a harfi ham bo'lishi mumkin. Alternative hypothesis deb o'qiganmiz, muqobil gipoteza yoki gipoteza, endi o'zbek ilmiy metodologiyasida qanday yuritilgan. Bu gipoteza yo reject bo'ladi, rad etiladi yoki accept bo'ladi, qabul qilinadi. Agar u nol gipoteza bo'lmasa, qaytaraman, agar u nol gipoteza bo'lmasa, u rad etiladi yoki accept qabul qilinadi. Agar siz nol gipoteza tutgan bo'lsangiz, u yo rad etiladi yoki rad etilmaydi yoki rad etilishi rad etilmaydi. Xo'p, mana gipoteza nima? Gipoteza tadqiqotingiz nimani topishi haqidagi bashoratlaringizni bildiradi. Bu sizning tadqiqot savolingizga hali sinovdan o'tmagan taxminiy javob. Misol uchun mana bu nol gipoteza. Nol gipotezada inkorlik yoki qanday desa bo'ladi? Ijobiy vaziyat bo'lmaydi. Inkorlik bo'ladi asosan. Misol uchun, birinchi kurs talabalari qatnashgan ma'ruzalar soni ularning yakuniy imtihon natijalariga ta'sir qilmaydi. Inkorlik yoki alternativ gipoteza deb o'qiganmiz yoki gipoteza deb aytadigan bo'lsak, birinchi kurs talabalari qatnashgan ma'ruzalar soni ularning yakuniy imtihon natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nol gipoteza bilan bu gipotezani farqi shu. Bunda ijobiylikni inkor etadi. Shu farqi. Gipotezalar testida ikki xil testdan foydalaniladi. Parametrik va non parametrik. Qachon parametrik tanlanadi, qachon non parametrik? Bu sizni variables, yuqorida ham metodlarda ko'p aytganmiz, ya'ni tadqiqotingiz o'zgaruvchilarini o'lchov birliklari, measurement scales deymiz, o'lchov birliklariga bog'liq. 4 xil o'lchov birligi bor, oldingi seminarlarda ham aytdik. Nominal, ordinal, interval, ratio.
Agar nominal va ordinal bo'ladigan bo'lsa, sizni tadqiqot o'zgaruvchilaringizni o'lchov birliklari, siz non-parametrik testlarni tanlaysiz. Agar sizni tadqiqotingiz o'zgaruvchilarini o'lchov birliklari interval va ratio bo'ladigan bo'lsa, parametrik testni tanlaysiz. Ana shunday qilib, bu yerda ham parametrik testni tanlaganingizda nechta mustaqil guruhlar bor, shunga ham ahamiyat berish kerak. Mustaqil guruh misol uchun masalan genderga bo'ladigan bo'lsa, agar u yerda demak, agar so'rovnomangizda deylik, jinsingiz nima degan savol bo'ladi, tabiiy ravishda ayol va erkak deb belgilab berishadi respondentlar. Shunda demografik ma'lumot haqida ham oldin aytib o'tganmiz. Demak, ma'lumotga ko'ra, yoshiga ko'ra, yashash hududi va hokazo, oilaviy statusiga ko'ra yoki boshqa ma'lumotlarga ko'ra. Ikkinchi qismda esa asosiy o'sha tadqiqotni mazmunini, mohiyatini tashkil etuvchi savollar ketadi. Misol uchun, shunda siz ayollarni tadqiqot o'zgaruvchilaringizga bo'lgan fikrlarini alohida o'rganishingiz mumkin, erkaklarning fikrlarini alohida o'rganishingiz mumkin. Mana bu yerda how many samples deganda mana shu narsa nazarda tutilyapti. Samples nechta guruh? Bitta guruhmi, birdan ortiq guruhmi? Misol uchun, bitta guruh bo'lsa, uni yana variance degan o'sha statistik termin bor, statistik ko'rsatkich bor. Unga ko'ra agar variance bilasanmi, agar bo'lsa z test, yo'q bo'lsa t test. Agar demak mustaqil guruhlar birdan yuqori bo'lsa, yana ketdi correlation, Pearson correlation coefficient aniqlashingiz mumkin yoki boshqa tahlil turiga qarab ketiladi. Yoki boyagi samplesga yana misol tariqasida yosh kategoriyalari bo'yicha, deylik 18-20 yoshdan 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan kategoriya bo'yicha fikr alohida o'rganishingiz mumkin. 25 yoshdan 30 yosh, 34 yoshgacha alohida o'rganishingiz mumkin. Yoki ma'lumotiga ko'ra oliy ma'lumotlilarni alohida, PhD yoqlaganlari alohida, DS yoqlaganlari alohida, misol uchun, yoki hududlarga ko'ra alohida, yoki oilaviy statusiga ko'ra ham alohida yoki income, daromadiga ko'ra va hokazo alohida ularning fikrlarini o'rganishingiz mumkin. Mana shuni guruhlar yoki samples, mana bu yerda shu narsa nazarda tutilyapti. Xo'p, misol tariqasida o'zi results bo'limida ma'lumot kam. Agar masalan YouTube'da yoki boshqa maqolalarni internetda izlasangiz, natijalar bo'limini qanaqa yoritish bo'yicha faqat key findings, topilmalarni kiritasiz degan umumiy ma'lumotlar beriladi. Bu yerda men demak ko'proq tasavvur hosil qilish uchun SPSSdan ham ma'lumotlar kiritdim. Misol uchun parity test. Parity test mana bu aytganimizdek parametrik test turkumiga kiradi. Parity test, juftlangan test. SPSSda ishlaydigan bo'lsak, misol uchun, demak analyze, compare, means degani boya yuqorida aytdim-ku, masalan ayol, erkak yoki yosh kategoriyalariga ko'ra yoki boshqa ko'ra guruhli demak natijalarni o'rtacha qiymatlari solishtiriladi bu yerda. Va paired samples t-test belgilanib, bu yerda demak juftlarga birinchi o'zgaruvchiga qaysidir o'zgaruvchini qo'yasiz. Mana bu yerda o'zgaruvchilar, ikkinchi o'zgaruvchiga yana qaysidir o'zgaruvchini qo'yasiz. Mana bu belgiga qarab siz mana shu o'zgaruvchilaringizni aniqrog'i mana shu belgi, mana shu o'lchov birliklariga mos ravishda siz Excel'dagi o'zgaruvchilaringiz bo'yicha natijalarni SPSS dasturiga yuklaysiz. Misol uchun, mana bu belgi nominal o'lchov birligiga tegishli bo'lgan o'zgaruvchi. Mana bu belgi scale deganda bu yerda scale deb anaqaga kiritilgan SPSSga. Siz u yerga interval yoki ratio bo'yicha o'lchov birligiga ega bo'lgan o'zgaruvchini kiritasiz. Yoki mana bu yerda pastda uncha yarmi ko'rinmagan nominal, ordinal tartibli, ordinal bo'yicha o'lchov birligiga ega bo'lgan o'zgaruvchini kiritasiz va hokazo. Va bu yerda demak o'zgaruvchilarga tegishli o'zgaruvchilarni qo'yib, demak kerakli bo'limlarni belgilab, OKni, continue'ni bosganingizda mana bu kabi natijani olasiz. Va maqolangizni eslab qoling, maqolangizni results bo'limiga, natijalar bo'limiga mana shu kabi jadvallarni kiritasiz. Boshqa birlamchi jadvallarni kiritmaysiz. Mana shu kabi jadvallarni kiritasiz. Bu yerda demak ingliz tili bo'yicha agar buni izohlaydigan bo'lsam, 398 ta talaba ingliz tili bo'yicha test topshirdi va matematika bo'yicha test topshirdi. Va ularni o'rtacha olgan ballari ingliz tilidan 83 ball, deyarli 83 ball,
matematikadan 65 ball ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu standard deviation, bu standart og'ish deyiladi. Bu ya'ni 398 ta talabani mana bu olgan o'rtacha balli, o'rtacha deyiladi, 83 ball yoki 65 ball. Ballini atrofida qolgan ishtirokchilarni olgan ballari qanchalik uzoqlikda joylashganligini bildiradi. Standart og'ish. Misol uchun ingliz tili bo'yicha 608 uzoqlikda deylik. Matematikada 804. Demak, matematikadagi olingan ballar o'rtacha balldan mana shu uzoqlikda. Bu standard deviation statistik ko'rsatkich. Standard error mean ham statistik ko'rsatkichlar bular. Men statistikaga tegishli terminologiya bilan o'ylaymanki to'g'ri tahlil qildim. Xo'p, endi bu yerda correlation ham berilgan 0,24. Bu 24% degani, ya'ni ingliz tili va matematikadan olingan ballar o'rtasidagi bog'liqlik 24%. Bu yerda plus, ya'ni plus o'zgaruvchisi, bilamizki, agar minus bo'lganda minus bo'lardi, minus yo'qmi, demak bu plus plus bo'ladi. Demak, ingliz tili va matematika ballar o'rtasida ijobiy va kuchsiz bog'liqlik bor. 24% bu kuchsiz bog'liqlik. Buni statistik ahamiyatli jihati bor yo'qligini mana bu p value deymiz. Buni significant p value 0.00 dan bilamiz. Buni o'rtacha qabul qilinganligi p value 0.05 va undan past ko'rsatkich bo'lsa, biz bu o'zgaruvchilar o'rtasida, bu bitta o'zgaruvchi, bu bitta o'zgaruvchi. O'zgaruvchilar o'rtasida ijobiy statistik bog'liqlik borligi to'g'risida xulosa qilamiz. Bu yerda ijobiy statistik bog'liqlik bor. Chunki bu significant, ya'ni p value 0.05 dan kichik. Korrelyatsiya 24%. Ijobiy kuchsiz bog'liqlik bor. Bu yerda yana nimalar ko'rishimiz mumkin? Mana demak, ingliz tili va matematika ballari o'rtasidagi farq 17.3 ballni tashkil etadi. Standard deviation, standart og'ish 9.5, 0.5 taxminan standard error mean. Bu qanchalik kichik bo'lsa shuncha yaxshi. Demak, mana bu model, buni model deb oladigan bo'lsak, bu yerda ham mana p value 0.05 dan kichik. Demak, bu significant, ahamiyatli model sifatida ham qaraladi. Bu yerda natijalarni ham ko'radigan bo'lsak, xuddi shu yuqorida aytib o'tgan izohlarim. Demak, siz results bo'limiga mana bu kabi jadvallarni kiritasiz va bu jadvallar ustida mana bu izohni, faqat bu izohlarni yozib qoldirasiz jadvallar ustida. Xalqaro ilmiy jurnallarga maqola tayyorlaganimizda izohlarimiz jadvallari ustida bo'ladi. Biz o'rganib qolganmizki, o'zbek ilmiy jurnallariga maqola tayyorlaganimizda birinchi jadval beramizda, keyin izoh. Yo'q, xalqaro jurnallarga birinchi jadval beriladi, uni ustida keyin izoh beriladi. SPSSda endi keyingisi Wilkinson, menimcha shunday, Wilkinson Signet Rank Test talaffuz etilishi shunday bo'lsa kerak. Bu non parametrik test turkumiga kiradi va bundan qachon foydalanasiz? Qachonki sizni o'zgaruvchilaringizni o'lchov birliklari nominal yoki ordinal bo'lsa. Mana sizning o'zgaruvchilaringiz, mana bu belgi ordinal. Demak, nominal yoki ordinal bo'lsa, siz mana bu kabi testni tanlay olasiz. SPSSga kirganingizda, SPSSga birinchi siz bu natijalarni, o'zgaruvchilar bo'yicha natijalarni variables, ya'ni o'zgaruvchilar bo'limiga siz ko'chirib olgan bo'lishingiz kerak. Va mana analyzega o'tasiz, non parametrik testni tanlaysiz va hokazo related samples tanlaysiz. Va bu yerda demak, birinchi variablega pain score pre, ya'ni bel og'rig'ini muolajadan oldingi natijalarni kiritasiz. Bu yerga esa demak pain score post, ya'ni bel og'rig'ini muolajadan keyingi natijasini kiritasiz va kerakli belgilarni bosib OKni bosganingizda, ya'ni mana bu yerda xuddi yuqorida aytganimdek, birinchi mana bu variable'ni kiritasiz, keyin bu variable'ni kiritasiz. Keyin kerakli statistik jadvallar kerak bo'lsa, galishkalarni qo'yib continue OKni bosasiz. Xo'p, bu yerda agar buni izohlaydigan bo'lsam, nima haqida gap ketyapti? Bu yerda muallif yoki mualliflar jamoasi 4 haftalik bel og'rig'i uchun muolaja o'tkazgan. 25 ta bemor o'rtasida muolajani boshlashdan oldin ular test olgan yoki so'rovnoma olgan desak ham bo'ladi. Birdan mana bu yerda minimum 2, maksimum 9 belgilashgan. Demak, bu yerda 1 dan 10 gacha shkala bo'yicha, 1, 2, 3 dan 10 gacha shkala bo'yicha 25 ta respondent belini og'rig'ini
o'zlari o'zlarini o'sha his qilgan bel og'rig'ini baholab bergan. Baholaganda eng kami 2 ni baholagan, ya'ni bel og'rig'i past va eng yuqorisi 9 baholagan, bel og'rig'i yuqori. Eng yuqorisi 10 bo'lgan. 10 deb hech kim belgilamagan. Va o'rtacha bel og'rig'i muolajadan oldin 5-4 ni tashkil etgan. Va muolaja 4 hafta davom etgan. Muolajadan keyin, demak, mualliflar yoki tadqiqotchilar yana 25 ta demak bemor o'rtasida natijalarni bilish uchun 1 dan 10 gacha bo'lgan shkala o'rtasida bularni bel og'rig'ini baholagan. Ya'ni bular o'zlari 25 ta respondent o'zlarini bel og'riqlarini muolajadan keyin baholab berishgan. Eng kami 2 ni baholagan, eng yuqorisi 8 ni baholagan. Demak, bu yerda 1 dan 10 gacha shkala bo'lgan. 1 bilan 10 ni belgilashmagan. 2, 5, 4, 8 va hokazo. Va o'rtacha bel og'rig'i 1-2 desak ham bo'ladi. 1-16, 1-2 ni belgilagan. Va bu yerda ko'ryapmizki, hech qanday yoki deyarli o'zgarish yo'q. Muolajadan oldin va muolajadan keyin natijalar deyarli bir xil. Bu yerda mana demak significant to tailored significant 0.7 degan 0.7 yuqorida aytib o'tdik. Bizga o'sha demak o'zgaruvchilar o'rtasidagi statistik bog'liqligi yoki ahamiyatli bog'liqligi borligini bilishimiz uchun yoki gipotezamizdan rad etish yoki aksept qabul qilishda mana shu p value ni qiymati muhim. P value ni qiymati muhim. Qabul qilingan p value o'zi o'rtacha qabul qilingan p value 0.05. Bu qabul qilingan p value dan yuqorida 0.07 bo'lganligi uchun bu yerda mualliflar demak gipoteza tuzgan, katta ehtimol bilan qaysiki muolajadan oldingi natijalar va muolajadan keyingi natijalar o'rtasida statistik ahamiyatli farqlik bor deb taxmin qilgan. Lekin p value 0.07 dan yuqori, demak bu taxmin rad etilgan. Ya'ni bu ikki muolaja o'rtasidagi bel og'riqlari o'rtasida farq yo'q. Mana bu yerda shunaqa mazmun bor. Farq yo'q deb xulosa qilingan. Demak, bunda mana bu kabi jadvallari results bo'limiga kiritasiz va mana bu kabi izoh, qisqagina izoh bu jadvallarning yuqorisida bo'ladi. Nega farq yo'q, nima bo'ldi, nima sababdan, nima oqibat va hokazo, oldingi natijalar qanday bo'lgan, boshqa tadqiqotchilar natijalarida qanday bo'lgan, o'zingiz natijalaringiz bilan solishtirish, hammasi discussion, muhokamalar qismida qoladi. Buni ham misol tariqasida keltirdim. Misol uchun bundan yuqorida muallif mana shu ANOVA testlardan foydalanib kelgan va har bir testni mana bu significant p value qiymatiga ko'ra, demak 4 ta gipoteza bor ekan. Gipotezani natijalariga ko'ra yoki qabul qilgan yoki rad etgan va qabul qilgan. Misol tariqasida ko'rsatyapman. Faqat p value emas, t value ga ko'ra ham siz natijalaringizni, demak mana information quality and trust, axborot sifati bilan ishonchlilik orasidagi gipoteza not significant qabul qilinmagan va hokazo. Mana bu demak majority influence bilan trust o'rtasidagi o'zgaruvchilar o'rtasidagi gipoteza qabul qilingan significant t value ga ko'ra. Endi misollarga o'tamiz. Misol uchun bu muallif mana bu ilmiy maqolasini 4-bo'limini results and discussion deb nomlagan, natijalar va muhokamalar deb nomlagan. Demak shunday xulosa qilishimiz mumkinki, muhokamalar qismini natijalar qismiga qo'shishimiz ham mumkin. Qo'shganimizda qanday bo'ladi? Agar biz faqat natijalar deb nomlasak, faqat jadval, diagramma va hokazolarni keltirib, ustidan qisqagina izoh yozamiz. Agar discussionni ham qo'shadigan bo'lsak, demak bizni izohlarimizga tushuntirishlar ham kiradi, ko'proq ma'lumot kiradi. Bu quantitative metod, ya'ni raqamli ma'lumotlardan iborat. Keyingilarini mana ko'rsak, xuddi shu maqolaning davomi mana bu yerda hatto iqtiboslar ham keltirilgan. 78, 79, 80-82 iqtiboslar ham keltirilgan va har bitta jadval izohlangan. Izohlanganda ham muhokamalar qismini elementlari qo'llangan holda izohlangan va tushuntirishlar berilgan va oldingi tadqiqot natijalari bilan mana solishtirishlar ham. Iqtibos nima uchun berilyapti? Oldingi tadqiqot natijalari ham keltirilyapti. Oldingi tadqiqot natijalari bu muallifning natijalari bo'lishi mumkin, mutlaqo boshqa tadqiqot natijalari bo'lishi ham mumkin. Aynan shu mavzuda va mana bu kabi mana natijalar berilgan va mana bu kabi natijalar berilgan.
yoki mana qualitative metod bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham muallif natijalar va muhokamalar qismini qo'shgan va ko'rishimiz mumkinki, so'zlardan iborat bo'ladi qualitative metod va bu yerda mana tekstlarni ko'ramiz. Faqat tekstdan iborat deyarli har bir paragraf bittadan nomlangan. Mana har bir paragraf nomlangan, har bir paragraf nomlangan. Bu har bir paragraf bo'yicha demak muallif xulosa bergan. Mana bu yerda ham mana uzun xulosalar bergan. Ya'ni qualitative metodda sizda asosan mana bu kabi so'zlardan iborat natijalar bo'ladi. Muallif discussion bo'limini ham alohida yozgan. Bu yerda demak natijalarini izohlagan. Natijalarini emas, muhokamalar qismida o'sha muhokamalarda bo'ladigan demak elementlarni foydalangan. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugungi video qo'llanmamiz shulardan iborat edi. Bu demak universitetdagi o'sha xalqaro ilmiy jurnallar va reytinglar bilan ishlash departamenti Telegram kanali, ulanib olishingizni iltimos qilamiz. Talabalaringizga ham, talabalarga ham yuborishingizni iltimos qilamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.